Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani Karimda bizga ko'pgina oyatlarida iymon keltiruv ham izgi amallar masalasida bildiradi. Amanu wa g'amilus solihati illa allazina amanu wa g'amilus solihati deb Allah subhanahu wa ta'ala ko'pgina oyatlarda bizga keltiradi ham bizga mu'min musulmonlarga ko'rsatadi. Ya'ni mu'min musulmonlar iymon keltiradilar. Alloh taolaga ishonu masalasin ko'ngillarida Alloh taolaga ishonu to'g'rida bildirdi. Ham shundan tish iymon masalasidan tish mu'min musulmonlar albatta va g'amilus solihati deydi. Ya'ni izgi amallar qiladilar. Izgi amallar masalasida Alloh taolo shulay Qur'oni Karimda bildiradi. Ya'ni izgi amallar ulda bo'lsa Alloh taolo rizo bo'lgan, Alloh taolo rozi bo'lgan amallar. Alloh taolo bizga qo'shgan amal ibodatlar, bizga tegishli bo'lgan amal ibodatlar. Ham shundan tish albatta mu'min musulmonlarga, qardoshlarimizga, do'stlarimizga yordam ko'rsatuv, tuganlik jiplarini nig'ituv. Shu masalalarda albatta va g'amilus solihati tushunchasi bizga to'g'ri keladi. Ya'ni izgi amallar qilib. Ham izgi amallar masalasida albatta Alloh subhanahu va taolo qo'shgan amallar, bo'lsin namozlarimiz, bo'lsin zakatlar, uroza, hammasida Alloh taolo rizo bo'lgan, ham shu izgi amallar deb sanaladi. Ham izgi amallarning bir kichkinagina izgi amal, lekin bizning ko'zlikdan qaraganda kichkinagina bo'lsa-da, Alloh taolo qo'shinda bu so'z buyuk, yuqori darajada, buyuk darajada deb aytsak, yolg'ish bo'lmas. Nindi so'z desak, unda bo'lsa kalima-i toyiba, ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh so'zi unda bo'lsa mu'min musulmonga xos bo'lgan so'zlarning birisi. Chunki mu'min musulmon shu so'zni o'zining turmushida bildiradi. Shu so'z bilan yashaydi. Nishik deb aytganda, albatta mu'min musulmon la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh so'zini aytsa, bu vaqtda Alloh taolani iloh etib, ya'ni Alloh taolani Robbisi etib qabul etadi. Ham shu vaqtda bildiradi. Kishilarga, qolgan kishilarga kimda kim eshitay ekan mu'min musulmondan shu so'zni? Shu vaqtda mu'min musulmon demak aytadi. Alloh taolo mening Robbim. Bor narsani da Alloh taolo menga beradi. Bor narsani da Alloh taoladan qabul etib oldim. Ham Alloh taolaning buyruqlarına inandim. Alloh taolo tiygan ayiblardan tiyilam deb aytadi. Ham shu vaqtda davom etib Muhammadur Rasululloh deydi. Ya'ni bu da bo'lsa kalima-i toyibaning ikkinchi ulushi, ayirmay turgan ulushi. Muhammadur Rasululloh deb aytadi. Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taolaning habibi, ham elchisi deb aytadi. Ya'ni Muhammad Rasululloh Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam islom dinini bizga yetkazuvchi, islom dinini bizga yashab ko'rsatuvchi, Alloh taolaning so'zin Qur'oni Karimni bizga yashab ko'rsatuvchi, ham albatta bizga eng xayrlisini tilagan kishi unda bo'lsa Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam. Ham aning sunnatini iyaru masalasida bu so'zlarda shulay bildiramiz. Ya'ni Muhammad Rasululloh desak, shu vaqtda demak biz Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatini da ashondik. Ham shu vaqtda aning sunnatini iyardik deb aytamiz. Aning sunnatini o'zi bizda buldirga tirishga tegish bo'lamiz. Ham albatta bu so'zlarni mu'min musulmon aytsa, aning ustida bir vazifa bo'ladi. Nindi vazifa deganda albatta Alloh taolaning amr buyruqlarini o'rganib, Alloh taolaning tiyuvlaridan yiroqroq turib, o'zining turmushini olib boradi. O'zining turmushida islom dinini paydo bo'ldirga deb aytdik. Ya'ni shu islom dini bilan yashash masalasin kishilarga bildirgach, demak bu kishi o'zining turmushida shulay islom dinining qonunlarini bo'ldirga tegish bo'ladi. Nishik deb aytganda albatta bor narsani da Alloh taoladan qabul etish masalasin, bor narsani da Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam o'rgatgancha ishlarga tirishish masalasin, ham albatta shu din qo'shgan ayiblarni ishlab, ham din tiygan ayiblardan tiyilov masalasi bu kishining ustida bir vazifa bo'lib turadi. Ham albatta bu so'zning fazilati masalasida aytganda, aning fazilati bek yuqori darajada. Chunki bu so'z uchun bo'lgan ajr savoblar Alloh subhanahu va taolaning rahmati, Alloh taolaning bizga bo'lgan bo'laklari hech shaksiz bek ko'p. Ham albatta bu so'zni aytib, bu so'zni biz bilan turmushimizni olib borishga tirishsak, ham shu so'zga iyarib, shu so'zni o'zimizning turmushimizda bildirsak,
һич шиксез Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә һәм Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешербез. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәммәбезгә дә хәйр ихсан насыйп итсен. Раббана атина фид дунья хасанату ва фил ахирати хасанату ва қина азабан нар. Аллаһу акбар.